Toy tushadi. Necha bosh dedingiz? 13 bosh Ilhomjon, 13 hammasi bosh. qo'chqor. Oyligi qanaqa? Oila o'sha oktyabrda tug'ilgan qo'zilar Ilhom. Sut qo'zichalardan akalar mana shunaqa arashan sifat hisori sariq qo'ylardan so'raga olib berachilarmiz. Bo'lganda akalar xudo xolasa juda bir arzon narxda, yaxshi narxda akalar qo'ylarimiz, sut qo'zichalarimiz sotilyapti. Do'stlar, avvalambor hammaga assalomu alaykum. Xudo xolasa bugun biz Qashqadaryo viloyati G'uzor tumani Butto mahallasiga Otabek akamiz oldiga keldik akalar. Akalar qo'ylariga bitta baho berib qo'ydik. Haqiqatan akalar yaltiroq ko'rgan odam havas ketadigan qo'ylar ekan. Realni hech bo'lmasa uyga har doim aytadigan gapim ikkita uyga akalar havas qilib qo'yib qo'yadigan akalar qo'ylar ekan. Qo'ylarga yaxshilab e'tibor beraveramiz. Nasib bo'lsa shularning narx-navo ma'lumotlari bilan tanishtirib o'tamiz. Xo'p, bulardan keyin do'stlar, sut qo'zilarimiz bor ekan. Endi sut qo'zichalardan ham akalar xudo xolasa sezon mart oyidan boshlanadi. Endi ozgina bo'lsa ham so'raganinglar uchun xudo xolasa mana akalarimiz olib kelishyapti. Ularni ham akalar sizlarga to'liq tanishtirib o'taman. Akalar qo'ylar ham nomiga qo'ymas, anchagina baquvvat holatlari zo'r bo'lgan qo'ylar ekan. Bularning hozir bo'g'ozligi, necha oyligi, yeb ichishi, narx-navosi, bo'y-basti aytib tanishtirib o'taman. Har doimgidek yaxshi niyatda mana shunaqa qo'ylardan uyimda 300 ta, 400 ta bo'lsin deydiganlar bo'lsa, bittadan laykni bosib har doimgidek akalar podpishka qilib turasizlar. Otabek aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum Ilhomjon. Aka, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Rahmat. Chorvangizga baraka aka. Umringizga baraka Ilhomjon. Ro'zalar bilan charchamayapsizmi aka? Ha, sekin. Nasib bo'lsa, endi sut qo'zizni ham so'rashyapti, shunaqa sariq qo'ylardan ham so'rashyapti odamlar. Ikkovidan ham olib keldingiz. Ha, shunday Ilhomjon, ikkalasidan ham olib keldik. Baraka toping. Xo'p, aka, bular necha bosh? Ilhomjon, bular 13 bosh opsha. Aha. 13 oy ham bo'g'oz. Bitta qora to'qlichasi bo'chida 12 bosh sarig'i bor. Ha. Ha, bitta ko'ki bor. Bitta ko'ki bor. Bitta ko'ki bor. Opsha 13 boshda Ilhomjon. Opsha 13 bosh, bitta ko'k, bitta qora, qolgan hammasi akalar sap sariq akalar, chiroyli arashan sifat qo'ylarimiz nasib bo'lsa. Mana akalar hisor qo'ylarimiz. Siz ko'rib olasizlar. Aka, bular endi bo'g'oz deyapsiz 100% mi? 100% garantiya berolmaymiz Ilhomjon, chunki bular birinchi qoringan bo'g'ozda kechkiroq sal. Shunday akalar, endi boshqa joyda ham to'qli masalan bo'g'oz yeyilgandan keyin akalar 100% hech qachon garantiyasi ololmaysizlar. Yilini ko'rsatib qolgan bo'lsa, o'shanda garantiya olsanglar bo'lardi. Bo'lmasa akalar to'qliniki birinchi qoringa sal qiyin aniq 100% deyish. Shunday ko'ra olasizlar. Lekin qarang, hafta 10 kunda tug'adiganlar bor, Ilhomjon, yilini to'ldirib turganlar ham bor ichida. Ularni ham ushlab ko'rsatamiz hozir. Ha, ushlab ko'rsatamiz ularni. Ushlab ko'rsatamiz ularni ham. Yeb ichlari, sog'liqlari qanaqa? Yeb ichish sog'ligi 100% garantiya Ilhomjon. Mashalloh, baraka toping. Yeb ichish sog'ligiga xudo xolasa 100% garantiyalar bor. Ilhomjon, mana shular meni yilini to'ldirib turibdi, mana shu. Mana ke. Aha, mana akalar. Hafta 10 kunga bormay tug'adi. Hafta 10 kunda qo'zilaydigan bo'lib turibdi. Endi oladigan odam bitta qo'chqor qo'shib qo'ysin. Ha, shunday. Va ikkita uchta qolib ketgan bo'lsa, qochadi xudo xolasa. Shunday Ilhomjon. Eti ham lekin yaxshi ekan aka. Hammasi zo'r Ilhomjon. Yemini yeb turgan, uni dalada yurgan qo'ylar emas. 11-12 oylik bor-da? Ha, 11-12 oylik. 11-12 oylik akalar ozginadan yemini yeb, mana turgan qo'ylar. Ishtahalari zo'rmi aka? Ha, garantiya Ilhomjon. Yeb ichmog'iga bir hafta emas, 2 hafta ham garantiya beraveramiz. Aha, yeb ichmog'iga xudo xolasa akalar bir hafta emas, akamiz 2 hafta garantiyani beraman deyaptilar. Kelasizlar, ko'rasizlar, mana akamizdan savdosini bitirib olib ketaverasizlar akalar, xudo xolasa. Bo'ybastlarni necha hisoblaymiz aka? Ilhomjon 75 ga olishaversin bo'ybasti. Aha. Bitta ikkita 70 bo'lishi mumkin, bitta ikkita. Aha. Qolgani 75 ga olishaversin. Ko'ramiz. Endi menimcha 70 ham chiqmasa, 72, 73 chiqib qoladigan, chiqib qolishi mumkin. Ha, shunday. Hammasi baquvvat, lekin yaxshi 75 olaverasizlar akalar o'rtacha. Bemalol ko'ra olaverasizlar. Narx-navosini endi Otabek aka necha pul qo'yaman deyapsiz buni? Narx-navosini Ilhomjon oldi qo'sh qilmayman. Hop. O'zi ozgina, sozgina. Hop. Bo'p 5 million 200 ming deymiz Ilhomjon. Dastavkasini Samarqandgacha qilib beraman. Men qana shu tep-tekis qilishni iloji bormi yo'qmi? Bo'pti Ilhomjon, mayli, siz ham gap yerda qolmasin. Shu ro'za oyiga bir elimiz, xalqimiz bir foydalansin. Erta bir kommentariyaga otangga rahmat deyishsa bo'ldi Ilhomjon. 5 million so'mdan Samarqandga dastavkasi bor. Bir joyda olish kerak. Akalar, Samarqandgacha dastavkasi bor, 13 bosh, 5 million so'mdan hammasini olgan odamga ikkita 3 ta olib, men havas qilib uyga bir ikkitadan qo'yib qo'yaman deydigan odam ham kelaversinmi aka? Kelaversin Ilhomjon, buning ichiga 3 chup egichisi bor. Mashalloh. Realni 3 chup egichisi bor, soni 6 ta. Gap yo'q. Akalar shunaqa bir-biriga o'xshash qo'ylarga
Qiziqadiganlar bo'lsa ikkita to'g'rimi qo'yib Shunday, qo'yadiganlar. Niyat qilib yurganlar bo'lsa kelinglar, men bemalol olib ketaveringlar. Ana shu yelin to'ldirib turgan qo'yim egizcha sherigi bor. Mana shu sherigi mana shu. Mana shu qizil qo'zdan o'shan sherigi. Gap yo'q. Akalar, narxini 5 million so'mdan akamiz bilan kelishdik. Bundan keyin sut qo'zilarimiz bor. Ularni ham akalar hozir sizlarga ko'rsatib o'tamiz do'stlar. Ikkinchi partiyamiz akalar, sut qo'zichalarimiz nasib bo'lsa akalarim, bularni ham hozir sizlarga narx-navo ma'lumotlari bilan aytib o'tamiz. Xo'p, Otabek aka bilan necha bosh? 13 bosh Alxomjon. 13 bosh akalarim ko'rib olaveramiz. Endi akalar hozir sut qo'zini sal kamroq vaqti. Necha bosh dedingiz? 13 bosh Alxomjon. 13 Hammasi bosh. qo'chqor. Oyligi qanaqa? Oila shu oktyabrda tug'ilgan qo'zilar Alxomjon. 5 oylik, shunaqa 5 atrof bor. oylik shunday. 5 oy, lekin sifati zo'r ekan, ha? Ha, Alxomjon. Tezsa hisobi qo'zilar. Akalar ko'rgan Asl odam. zotidan. Iye, mashalloh akalar. Haqiqatan sifatli qo'zicha ekan. Bemalol ko'ra olaveringlar. Hech bo'lmasa uyga bir ikkitadan olib qo'yadigan joyi bu ham akalar. Sariqiga alohida e'tibor beramiz, qorasiga alohida e'tibor beramiz. Hammasi bir-biridan sifatli. Bular xudo xolasa sutga to'ygan, o'zi o'tlashga, yemlashga tayyor. Qo'zini oldi Alxomjon. Aha. Menman degan qo'zi mana shu eng oldi mana shu qo'zilar bular. Dalay bemalol qo'yib yuborursinmi? Bemalol Alxomjon. Hamma narsa yem, hashak yeb, yemni ko'taradigan vaqtga kelgan bular. Gap yo'q akalar mana. Sutdan chiqib bo'lganda o'zi. Bo'y baslarni ham shu 65-70 olaveramiz, ha? 70 dan ziyod Alxomjon 70 plyusga olishaversin. 70 ga olaveramiz akalar, o'rtacha. 75lari ham bor, 70 plyusga olishaversin. Gap yo'q. Bu kattaroq varianti ekanda bu. Ha, Alxomjon. Hozir masalan to'g'ri tushiramiz aka 70-75 chiqyapti-da bu ya. Shunday. 10 oylik, 11 oyliklar. Lubbayni shularni 70 dan kam emas Alxomjon. Hammasi qo'chqor. Hammasi qo'chqor. Qo'chqor akalar. Buni endi aka живой весlan bilamizmi? Yo'q Alxomjon, buni tortib ko'rmaganmiz. Живой весlan bilmaymiz, ha? Yo'q, buni bilmaymiz. Az bo'lsa Qurbon hayitga ham suv yuborsa bo'ladimi? Ha, nasib bo'lsa Qur'on aytgan Alxomjon 45 kilolik qo'chqor bo'ladi. Bir oy boqsa? Ha, shunday. Qur'on aytgacha nasib bo'lsa hali yana 3 oy vaqti bor-da, Alxomjon. 3 oy vaqti bor. 3 oydan ham ko'proq vaqti bor. Nasib bo'lsa 45 kilolik qo'chqor bo'ladi. Iye, mashalloh. Bir Qur'onni qo'zi samas. Gap yo'q akalar mana. Endi bozorda masalan hayit bayrami oldi baribir narx ko'tarilib ketadi, undan ko'ra shuni olsin arzoniga. Shunday Alxomjon. Xullas hozir bozordan Alxomjon 4 million 42 ga olib bunday o'tkelki qo'chqordan ziyod bo'ladi. Alxomjon kilosi ham ziyod, vesiga ham ziyod. Erta boqsa o'sadigan, yetiladigan qo'zilar Alxomjon. Endi narx-navoni necha pul qilib beramiz aka buni? Endi Alxomjon, bu hali endi birinchisi shu bil hisobidan qo'zi. Bir probaga olib kelganman. Bularga ko'p narx qo'ymaymiz. Bizga ham shu ozga ozroq qolsa yetar Alxomjon. Bizdan olgan baraka topishsin. Oldi qo'shib qilmayman. 4 million 100 ming so'mdan bo'lsa Alxomjon Samarqandga dastavkasi bor. 4 million so'mdan bo'lsa uydan olib ketishaversan Alxomjon. Ikkita olaman deganga ham sotamizmi? Bitta olaman deganga ham? Ikkita olaman deganga ham sotamiz Alxomjon. Narxini telefon qilishingizni kelishib beraveraman. Gap yo'q, baraka toping. Akalar, bitta olaman deganga ham, ikkita olaman deganga ham sotamiz deyapti akamiz. 4 million so'mdan olib ketaverasizlar. 5 ta 10 ta farqi yo'q. Hammasini olaman desanglar ham olib ketaverasizlar. Akalar, haqiqatan qo'zilar zo'r, haqiqatan havas qiladigan qo'zilar ekan. Kimdir u bu deyishi mumkin akalar, narx qimmat u bu deyish mumkin. Bozorda bundan qimmat bo'lsa ham arzon emas, lekin to'g'rimi? Yo'q, shunday. Bozordan bemalol chiqib, bozorda solishtirib ko'rasiz Alxomjon. Ha. Endi sababi o'zi siz bilan ham boshqa joydan video chiqaryapmiz. O'zi YouTube'ga chiqar ekan odam bozordan arzon narsani chiqaradi har doim. Sotishga o'sha aniq ishonch hosil bo'lgandan keyin. Maqsad sotish Alxomjon, buni quruq reklama qilish emas. To'g'ri, akalar, nasib bo'lsa 4 millionga mana Otabek akamiz nomerlarini qoldirib qo'yaman. Bemalol nechta olaman desanglar ham telefon qilaverasiz akalarim, shoshilib qolinglar.